Shumagur sal ertaroq turay, yordam beray demas ekanda. Ha, onasi ertalabda nima deb ajrayapsan o'zing bilan o'zing, ha? Dadasi qizingizni aytaman-da, haliyam uxlayapti. Ana qo'shnining qizlari shupurib, sudirib ko'chalarda allaqachon uylariga kirib ketishdi. Qo'shni qizi. Seni qizing oddiy qizlardan emas. U ijodkor xalq shunaqa bo'ladi. Undan ko'ra-chi boshqa sohaga yo'naltirishimiz kerak shu qizimizni. Ko'chadagi odamlar hammasi qizingiz o'tib ketsa hayron bo'lib qarashadi. Mahallada unaqa qiz yo'q dadasi. O'ylab gapiryapsanmi? Ha? Ijodkor xalq shunaqa bo'ladi deyapman-ku o'zi. Hali bu qizingdan-chi sen faxrlanib yurasan, ha? Dadasi, faxrlanib yurarman, lekin qizim oilali, bola chaqali bo'lish kerak, shularni o'ylayman-da, jon dadasi. Bo'ladi, xudo xolasa bo'ladi, ha. Bo'ladi. Qachon qaramasin, bo'ladi, to'g'risi. Qachon bo'ladi? Xudo xolasa-chi. Sen hali bu qizingdan shunaqa faxrlanib yurasanki, jon dadasi, hech bo'lmasa sizga o'xshagan o'qituvchi bo'lsin. Qo'y endi. Onasi, ha, senga o'xshab uyda o'tiradigan ayol bo'lib qolsinmi? Voy. Menga nima bo'pti? Uyim, joyim, bola chaqam desam nima bo'pti? Dadasi, ajoyib ekansiz-da. Hayron qolaman qizingizga dadasi, hayron qolaman. Kechasi ham anu taxtasini ko'tarib tomga chiqib ketadimi? Voy kiygan, doim kulasiz dadasi. Kiygan kiyimlarini ko'rasizmi? Hech kim bizni mahallada unaqa kiyim kiymaydi jon dadasi. Menga qara. Ha, endi o'ylanib o'tirgan bo'lsa, bironta narsa xayoliga kelgan bo'lsa, shuni chizib olaydi turib ketganda, qizing chizgan rasmlarini ko'rdingmi? Bo'pti onasi, sen bilan o'tirgan hali og'zing yopilmaydi. Hech qachon meni tarafim olmaysiz, faqat qizingizni tarafini olasiz, jon dadasi. Bo'pti onasi. Xo'p. Tavba. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Keldingmi qizim? Ha, keldim. Qayerlarda yuribsan? Yetgandim-ku, portretim bor deb. O'shani tugatganim bor edim. Voy, kiyib olgan kiyimingni qarayap, bolama. Voy. Boshlarim og'riyapti, hamma yo'g'im og'riyapti. Nima bo'ldi? Bilmasam, hamma yo'g'im og'riyapti. Hozir oshxonaga borib tezroq ovqatga undan borgin, hali zamon dadang kelib qoladi. Bora qizim. Voy. Xo'p, bo'ladi. Voy. Voy, boshim bilan og'riyapti. Voy. Shirin ovqat hidi kelyapti. Nigoraga bemalol qozon tovada topshirsam bo'laverar ekan. O'zi qaqib ketdi. Voy, boshim. Voy, Nigora. Voy, Nigora, nima bo'ldi? Voy, nima bo'ldi? Voy, tavba qildim. Voy, o'lmasam. Nigora? Nima bo'ldi? Tobing yo'qmi? Voy, sho'rim, hozir dadang kelib qoladi. Nima deymiz, qizim? Voy, tavba, qoch. Bitta ishni buyursang, bitta ishni ham qila olmaydi bu qiz. Qani dushaydigani. Voy, tavba. Bo'l tezroq endi, dadangga ovqat qilishimiz kerak. Mayli, endi o'zim biror narsa tayyorlarman bo'lmasa. Voy xudoyim, voy tavba qildim, Rahmat. Ovqating ham pishdimi? Ha, hozir pishadi ovqatim, hozir. Ha, shuni ertaroq qilsang bo'lmaydimi, ha? Ha, kechasi yegan ovqat botarmidi? Ha, dadasi, erta urinuvdik,
erkatoy qizingizga aytuvdim ovqat qilib qo'ying desam, ovqatni uma tak tugi bilan kuydirib tashlabdi, jizg'anik qilib tashlabdi dadasi. Joydan ber. Tavba. Ajoyibsiz dadasi. Kulgili gap bo'lyaptimi? Nima kulasiz? Ovqatni kuydirib yuboribdi, deyapman. Qizim. Voy, tavba. Qizingni chaqirchi. Qizim o'sha doskasini oldida bir narsalarni chizib o'tiribdi. Voy jon dadasi keling, shu qizni boshqa kasbga yo'naltiraylik. Voy jon dadasi, nima qilay, qana qilib yalinay sizga? Onasi vaqti kelibchi, mana shunday qizning onasi bo'lganingdan faxrlanib yurasan. Qarang, siz kelganingizni bildi, kelib menga yordam bersa bo'ladi-yu. Voy, hozir ovqatni olib kelib bo'lmasa, ovqatga qaraychi dadasi. Voy. Endi bitta qizimiz onasi, bitta qizimiz. Nimasi kulgili? Kulgilimi shu? Kulgili. Seni qarab turishing kulgili qizingga. Qo'ysangizchi, hozir ovqatni olib kelay. Onasi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Uydagilar hammalari Xudoga yaxshimi? shukr, Yurishibdimi? rahmat. Azizam yaxshimi? Yaxshi. Uydagilar hammalari yaxshimi? Rahmat. Aylanib ketdik sizdan. Rahmat. Xonadoningizga qulchilikka keldik aylanib. Voy. Davlatjon degan o'g'lim bor, toparman, tutarman, o'qimishlik, aqlli yigit. Voy, aylanib ketdik. Nigoraxon degan qizingiz bor ekanlar. Qizim bor, Xudoga shukr. O'qishlariga kirib olgan. Rassomchilik bilan shug'ullanyapti endi baholi qudrat bir o'qib, endi bir o'qimishlik qilaylik, diplomlar olsin deb yuribmizda endi. Endi agar taqdir nasibda, aynan taqdir nasib. Qarang endi Nigoraxon bilan Davlatjonni ko'ngillari bor. Bir-birlarida ko'ngli bor deysizmi? Bir-birlarini tanishadimi, bilishadimi? Tanishadi, bilishadi bir-birlarini. Voy. Endi gapni cho'zmang endi. Aylanib ketdik, aylanib Gap ketdik. bo'lsin endi. Ilohim, aytganingiz kelsin, to'ylar bo'laversin. ilohim. Agar taqdir nasib bitta bo'lsa nima endi? To'yda, bas, to'yda. to'yda, Voy, ilohim, olinglar to'y ham bo'lsin. nima hayajonlanib ketganimdan. Bemalol. Olinglar, nonlarni sindiraylik. Rahmat. Olinglar. Ha, Davlatjon bo'lsa endi ajoyib. Ismlari ham ajoyib ekanda. Judayam aqlli Ha, yigit. ha. Shu o'g'limni uylab olsam ko'nglim xotirjam bo'lar edi. Voy, aylanib ketay. Sizlardan borlaringga shukr, borlaringga shukr. Qizim, Davlatjon degan yigit taniysanmi? Yo'q, tanimayman. Hoy, nega nimaga unaqa deysan?
axir bir-birlaringni tanirkansizlar, ko'ngillaring bor ekan. Dadasi rosa onasi maqtadi, ajoyib bola ekan, toparman, tutarman, o'qimishli. Biram onasi menga yoqdi, biram bir istaralikkina, chiroylikkina ayol ekan. Oyijon, tanimayman deyapman, tanishishni ham istamayman. Voy, hamma nima deyapman? Voy, tavba, ajoyib sana. Ha, sen shunchalik yigitga tegsan-da, jon qizim, Dadasi munosabatini qarang, nima men yomonlik tilaymanmi o'zimni qizimga? Axir o'qimishli ekan, toparman, tutarman ekan. Ha, bersak shunchalik yigitga beramiz-da, jon dadasi. Senga aytyapti-ku, tanimayman deb. Tushunmadingmi, ha? Ha, endi qiz bola taniymandirmidi? Voy, dadasi. Bilib qo'y. Qizim o'zi xohlaganiga beraman. Tushundingmi? Tavba, unisi ham do'q qiladi, bunisi ham do'q qiladi. Nima men ularga? Ha, men ona sifatida faqat yaxshilik tilayapman, xolos, dadasi. Qo'shni yaxshimisiz? Ko'rinmay qoldingiz, hech ham ko'rmayman sizni. Rahmat, o'zingiz ishlaringiz Yaxshi, Allohga shukr yuribmiz. Assalomu alaykum. Adiba xolam, Alaykum assalom. Yaxshimisiz, qo'shni tuzaymisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zlaring ham yaxshimisizlar? Yuribsizlarmi? Tuzaymizlar? Ishlaringiz bilan Bozorda qilib kelyapsizmi? Ha, Nima endi. narsalarni ko'tarib. Ha, nima uyga Keling. bu narsalar olgandim. ko'tarish o'raylik, og'ir Voy, bo'lmasin. rahmat. Og'ir pas, Og'ir rahmat. Ha, turib qolibsizlar. Yuringlar, mana uyimiz yoniga kelib qolibsizlar. Uyga kiringlar, yuringlar. Rahmat, Xudoga shukr yuribmiz. Siz ham yaxshi Yaxshi, yuribsizmi? rahmat. Ko'pdan beri Rahmat, ko'rinmaysiz, bormisiz? Rahmat, yuribman. Rahmat. Ilohim, yaxshilikda ko'rishaylik. Iloyim. Jim. Qo'shni, uylaringizdan sovchilar aramay qolibdi. Voy, aylanib ketdi. Endi qizi bor, uyga sovchilar kelaveradi, shoh ham kelaveradi, gadoy ham kelaveradi. Xudoga shukr. To'y yaqinmi o'zi? Voy, yo'q. Endi birinchi kurs o'qisin, keyin Xudo xolasa beramizda. yaxshi, Voy, to'y bo'lsa nima? Hammalar Xabarsiz qolarmidilaring? To'g'ri. Yuringlar. Mayli, yaxshi boring. Mayli, kiringlar. Bo'pti. Xo'p, Mayli, kiringlar. yashab oling. Xo'p. Tavba, qarang. Tunov kuni qizim uylariga kirsa, qizi payqamay qolibdi. Rasm chizarmish, hali rasmga tikilganmish. U rasmda yigitini rasmi bormish. U yigitiga aytarmish: "Voy, tavba, siz bilan qachon ko'rishamiz endi?" deb, ha, rasm bilan so'zlasharmish. Shunaqa ham bo'ladimi? Endi bo'ladi-da, endi balki Shahar joyiga borgan kishi bo'lib, keyin ustuvoshlarini qarang. Endi shahar ko'rib, endi qiz bola nima qilasiz endi? Aynitda endi. Nigora? Oyi, dada, tugatdim, yoqdimi? Kim bu? Portret? Qanaqa portret? Oyijon, kim bo'lardi shunchaki rasm? Qanaqa shunchaki rasm? Oyingga aytmasang kimga aytasan, ha? Kim bu? To'g'risini ayt, kim bu? Oyijon, menga ishonmayapsizmi? Tushimda ko'rdim, xolos. Jini Bu inson yo'q hayotda. Sani chizasanmi? To'g'risini ayt, kim bu? Dada, gapiring. Voy, dadasi mahallamizda shuncha yiqqan obro' e'tiborimizni birda qildi. Bo'ldi, qil. Kim bu? Agarda bu yo'q bo'lsa, boriga tegasan. O'qishingni ham tashlaysan. Tushundingmi? Dada, siz ham menga ishonmayapsizmi? Senga ishonib mana nima bo'ldi? Ikkalamizni ham sharmanda qilding, sharmanda qildi dadasi. Sekinroq kelgin, bo'ptimi? Boraver. Vaqt qilsin.
Mana qizim. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Ozgina kech qoldik-da. Hech qisi yo'q. O'zim olib kirib o'qituvchisiga topshiraman. Xavotir olmang. Rahmat. Rassomchilikka juda ham qiziqadilar. Hozir to'garakka olib boruvdik-da, qatnashsin deb. Ancha iqtidori bor qizimizni. Xo'p. Mayli domla. Uzr endi. Xo'p, qani yur. Yaxshi o'qing-da qizim, yaxshi o'qing. Qani? Osh. Otabek. Kim Otabek? Otabek. Osh, maktabni bitirsang kim bo'lmoqsan? Men maktabda bitirsam shifokor bo'lmoqchiman. Shifokor? Juda yaxshi. O'tir. Hasanova Zulxumor. Sen kim bo'lmoqchisan, qizim? Ben kelajakda stüardessa bo'lmoqchiman. Kim? Stüardessa bo'lmoqchiman. Juda ajoyib. Juda ajoyib. Xo'sh. Sen kim bo'lmoqchisan, qizim? Men kelajakda rassom bo'lmoqchiman. Rassom? Yaxshi o'tir. Senchi, qizim? Men ham dugonamga o'xshab rassom bo'lmoqchiman. Yaxshi. O'tir. Assalomu alaykum dadasi, keldingizmi? Alaykum assalom. Dadasi? Dadasi? Nima turibsiz eshikda? Yuring uyga. Hozir. Nima gap bo'lsa? Voy, nima gap bo'lardi dadasi? Mahallada duv gap. Telbani onasi bilan otasi degan nomiga qoldi jon dadasi. Onasi. Balki doktorga ko'rsatarmiz, a? Yo'q. Haligi o'qitib o'raylikmi qizimizni bar? Voy dadasi, agar o'qitsak, doktorga olib borsak, qizi haqiqiy telba ekan deb bu mahallamiz narigi mahalladagilar ham eshitadi. Tezroq qizingizni yerga berib yuboraylik, ular aynib qolmasdan jon dadasi. Bo'ldi onasi. O'shalarga oqni beraver. Men roziman. Dadasi. Nigora,
Nigora. Voy, charchab ketdim. Nigora? Tur qizim, tur tura qol. Nigora, eshityapsan meni? Tur. Ana hozir xoling yo'ldan kelibdi. Xolingni oldiga borib kelgin, u bu narsalarni mana aytib o'rgandim, olib keladi. Tur qizim, tura qol, o'tiraverasanmi? Men bormayman, holim yo'q. Voy, tavba qildim, ha? Borib kelgin deyapman. Hamma ish meni bo'ynimgami? Tur, borib kelasan. Bo'la qol, bor, borib kel. Tavba. Yarimta gap, ortiqcha bitta gap yoqmaydi bu qizga. Ay, tavba qildim. Öyle. Bu yerda Oyi! Ha? Qani men narsalarim? Ha, narsalaringga tekkanim yo'q, chiroyli qilib yig'ishtirib qo'ydim. Xuddi qiz bolani mana uyga o'xshaydi, toza chiroyli narsa qilganim yo'q sen narsalaringga. Nimaga tegasiman narsalarim? Oy so'ragandim-ku axir. Nima baqirasan oyingga? Xoning shunaqa turadi. Bu dadangning xohishi. Tamom va salom. Menga qara, bo'l tezroq yechinib chiqin, menga yordam berasan hozir. Hozir mehmonlar ham kelib qoladi, dadang ham kelib qoladi. Xoling yaxshi ekanmi? Olib keldingmi narsalaringni? Bo'l, menga yordam berib o'rasan. Bo'l. Do'stim, qalay kelding? Yaxshi, rahmat. Qiynalmadingmi? Yo'q. O'zgaribsan lekin. Ey Xudoyim, o'zing kechirgin meni. Singlim, bu nima qilganingiz? O'zingizni o'ldirmoqchimisiz?
hammasi yaxshimi? Ha, yaxshi. Hushidan ketdi menimcha. Uyga qolar. Kelar. Alo. Bobujon. Kelyapman. Yo'q, xavotir olmang, hammasi yaxshi. Yo'lda biroz ushlanib qoldim. Xo'p. Xo'p bo'ladi, bujon. Men? Men-ku tirikman. Siz tirikligingizga shubha qilyapsizmi? Nima bo'ldi? Nimanidir qidiryapsizmi? Portret. Mana buni? Ha, rahmat. Singlim tinchlikmi? Nimaga o'zingizni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Mahallada bosh ko'tarolmay qoldim. Hamma meni jinniga chiqarishdi. Mahalla mayli, hattoki ota-onam ham. Nimaga? Agar sir bo'lmasam, aytsangiz, balkim yordamimiz tegar. To'g'rimi, Nodir? Albatta. Meni turmushga berishmoqchi. Buni nimasi yomon? Turmushga jinnilikning nima aloqasi bor? Hech narsani tushunmadim to'g'risi. Shunda ko'rgan insonni suratga chizib, surat sevgi yashiganim uchun. Sen? Nigora? Eshiging ochiq qolib ketibdi. Xonang sovib ketadi-yu, qizim. Voy, shu tunni rasm chizish bilan o'tkazmoqchimisan? Nigor? Nigor. Meni hayotimni saqlab qoldingiz. Lekin men yashashim uchun jinnimasligimni isbotlashim kerak. Menga yordam bering. Qanday qilib? Iltimos, men bilan birga ota-onam yoniga boraylik. Lekin Qo'rqmayman, o'sib oladigan qizlardan emasman. Labay bujon. Ha, kelyapman. Yo'lda biroz ushlanib qoldim. Yo'q, xavotir olmang, soppa-sog'man, hammasi yaxshi. Bujon. Sizga bir sovg'am bor. Albatta, ko'rsangiz juda ham xursand bo'lasiz. Xo'p. Hozir boraman. Men roziman. Rostdanmi? Ha, Jiddiymisiz? albatta. Faqat mening ham shartim bor. Hozir Qanaqa shart? buvamga aytgan gapimni eshitdingizmi? Ha? Sovg'a. Rozimisiz? Roziman. Kelishdik. Nodir, Labbi, buvamni oldilariga hayda. ketdik. Tushida ko'rganni ham yaxshi ko'rib qoladi. Qo'ysangizchi. Telbaro. Bu gapni gapirmang. Siz Jinni. yanglishyapsiz. U qiz juda aqlli qiz. San'atni har narsadan ustun qo'yadi. Aqlli bo'lgani uchun o'ziga ideal bo'lgan yigitni suratini chizgan xolos. Tushunmadingiz. Qo'ying unaqa Qo'ying. gaplarni.
Assalomu alaykum. Qo'shnilar yaxshimisizlar? Yaxshimiz. Qizimni ko'rmadim. Nima voy teshikmi? bolam yo'q. Bolam. yoki Birontalariga kirib ketgan bo'lsa aytinglar. Voy qoladi, bolam. topilib Kep qoladi. qoladi. Qo'ying, o'zingiz bosing. Voy dadasi. buvijon Salom.